oila qizlar qanaqa yaratilinadi? Oilada inson qanaqa kutuvda keladi bir-biriga nisbatan oila qurilganda? Oilada ayol erkak bir-biridan talablab qo'yib olish uchun emas aslida. Oilada bir-biriga sevgi, mehr, munosabat berish uchun keladi hamma. Qizlar, yozib oling. Siz olish uchun emas, aslida o'sha oilani gullatib, sevgingiz bilan, mehringiz bilan, quvonchingiz bilan, baxtingiz bilan bo'lishish uchun kelasiz. Shu oilaga bo'lishish uchun kelasiz. O'zingizda bor narsalar bilan shu xonadonga kirib, qara, menda mana bular bor, senda nima bor? Men senga mana shuni bera olaman. Sen menga nima bera olasan? Balki sen menga buni berarsan. Misol, kimdir? Yana kimdir? Balki sen buni berarsan degan ma'noda ongsiz holatda kelishuvda kelamiz aslida. Va ma'lum muddat biz mana shu energiyada yashaymiz. Kimlardirga o'sha energiya, o'sha ichidagi sevgisi, o'sha bir-biriga ulashadigan, beradigan narsasi 3 oyga yetadi to'ydan keyin. Kimdadir 1 yilga, kimdadir 3 yil, 5 yilga yetadi. Zo'rg'a agar to'g'ri sarmoya qilib, to'g'ri foydalansa, o'zini xususiyatlari, mehri, sevgi, munosabatidan, ya'ni men berishim kerak ekan, u bersin birinchi demasdan, xotin agar to'g'ri o'rinli bir-biriga shartsiz munosabat qilgan bo'lsa va bu uzoq muddatgacha borgan bo'lsa va borib baribir bir kun tugaydi bu narsa. O'sha ham ayolda ham bir kun energiya sig'imidagi bochkasidagi hamma narsasi tugab qoladi. Bir-biriga nisbatan hech narsa qolmaydi. E'tibor qilinglar, boshida sizlarning munosabatinglarda qanchadir vaqtgacha yetgan. Misol, meni hayotimda men doim erimga aytganman-da, birinchi farzandimiz tug'ilguncha bo'lgan deyman. Balki birinchi farzandimiz tug'ilgandan keyin ham qaysidir qism umumiy olganda 1 yilga yetgan. Bizning sevgimiz, mehrimiz, hurmatimiz, ishonchimiz, talablarsiz yashashimiz. Misol, erim telefon qilib, "Men Zarafshondan nima olib boray onasi senga" desa, "Hamma narsamiz bor" deganman. Yoki juda yengilroq narsa aytganman. Misol, tilla olib keling demaganman-ku. Misol uchun mashina olib bering menga demaganman. Yoki telefon olgim kelyapti demaganman. Misol, unga ham tushadigan, menga ham tushadigan biror vaziyat, biror narsani aytganman va unga hech qanaqa og'irlik qilmagan erimga. Ya'ni talab holatida bo'lmaganda, sen ersan qilib berishing kerak degan ma'noda bo'lmagan. Sizda ham shunaqa bo'lgan. Nima uchun xotinlar boshida shirin shakar bo'ladi bir-biri bilan. Atrofidagilar ko'p bosim qilib, ularni nazorat qilib yoki uyat hisoblab bir xil gaplarni aytsa ham, ular parvo qilishmaydi deyarli. Yangi kelin kuyovlik paytida mana siz ham eshitgansizku, qaynona-qaynotangizdan gap. Deyarli unaqa ta'sir qilmaydi, chunki yoningizda sizni mehribon, himoyalaydigan va sizni nima bo'lsa ham yaxshi ko'raveradigan eringiz bo'ladi yoningizda. Shuning uchun unaqa ahamiyatli bo'lmaydi atrofdagilarning fikri, munosabati sizga. Uni o'sha borligini o'zi yetadi sizga. Va siz ham o'sha qalbingizda, yuragingizda ko'tarib kelgan sevgingiz, mehringiz, muhabbatingiz, o'zingizda bor bo'lgan bazangizni ko'tarib keldingizda shu oilaga to'kdingiz, qo'lladingiz, foydalanishlariga izn berdingiz va sizga ham shunaqa berishdi. Shunaqa qo'yib qo'yishdi. Imkoniyati darajasida o'zida borini taqdim etishdi sizga. Endi uni kam deb qabul qilgansizmi, ko'p deb qabul qilgansizmi, bu o'zingizga havola. Endi xotin demak oilani bir-biridan kutuv, bir-biriga majburiyat, bir-biriga talab asosida emas, balki bir-biriga sevgisini, mehrini, baxtini bo'lish uchun kelar ekan, o'zidagi bor narsani yaqinlari bilan. Xo'sh, biz siz bilan o'tgan darslarda gaplashdik. Shartliklar haqida. Bir-birimizga qo'yadigan shartliklar. Ota-onamizga, farzandlarimizga, turmush o'rtog'imiz va oilamizdagi insonlarning bizga nisbatan qo'yadigan talablar haqida biz siz bilan yaxshigina gaplashib oldik. Ko'p gaplashdik. Buni yaxshi tushunib oldingiz deb o'ylayman va har biringiz o'zingiz talablarni oldingiz degan umiddaman. Aniq ishonchim bo'lmasa ham umidim bor, oldingiz harakat qilyapsiz, hech bo'lmasa tajriba qilib ko'ryapsiz, kutmayapsiz eringizdan. Nimadir siz uchun qilib berishini va siz ham o'zingizdan nimadir bera olmayotganligingizni aslida anglagan holatda. Xo'sh, misol uchun siz ko'rishingiz mumkin hayotingizda sevishganlarni, baxtli oilani, ayoliga mashina sovg'a qilgan, tilladagi ko'mib tashlagan erkaklarni yoki
ayoliga doim sevgisini izhor qilib yuradigan, kafe olib yuradigan, tinimsiz sayohatlarga olib boradigan, xullas bir qaraganda siz rosa havasiz ketadigan ayollarni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, ularni baxtini sababiyati nima? Bu ularni baxtliligini bir kunda bo'lgan natijasi emas, qizlar. Balki o'sha ayolning hayotida ham 10 marta xiyonat bo'lgandir eri tomonidan. Balki o'sha ayolning hayotida ham qanaqadir yo'qotishlar bo'lgandir, og'riqlar bo'lgandir, sinovlar bo'lgandir. Balki ikkinchi turmushidir ham. Biz bilmaymiz u narsani. Lekin o'sha siz ko'rayotgan narsa bu natija, qizlar. U ayolni mehnatini natijasi. U erkakning mehnatini natijasi. Bir-biri bilan chambarchas kelishib, harakat qilib, oilani saqlash uchun va baxtli bo'lish uchun o'zaro bir-birini hurmat qilib yashashi, juda ko'p sinovlardan birgalikda o'tishi, o'zaro o'zini ustida ishlashini natijasini ko'ryapsiz. Qachonlardir og'rinib, qiynalib, mehnat qilib kelganini natijasini ko'ryapsiz. Shuning uchun ko'p ayollarni bugun baxtliligiga savol berib xursand bo'lib aytsangiz yoki yozsangiz aytishadi, bu holatga bir kunda kelmadim deb. Shaxsan o'zimga ham nechta inson havasim ketadi hayotingiz, turmush tarzingizga deganda doim bitta narsani aytganman. Men bu holatga kelishim oson bo'lmagan va bir kunda ham kelib qolmaganman. Bu mening mehnatlarimni, to'xtovsiz mehnatlarimni natijasi, qizlar. To'xtovsiz ishlagan praktikalarim, to'xtovsiz olgan ilmimni tajriba qilishim, o'zimnikini topishim, o'zimnikini hayotimda qo'llashim, ichki samotsenkamni ko'tarishim, har safar erimni ko'ziga tik qarab, gapirib ko'rib, shu vaziyatdan chiqib ketishim uchun, shu muammoyimni yechib chiqib ketish uchun, hal qilish uchun qo'rquvlarimga qarshi borishimning natijasi, qizlar. Agar mana mehnat qilmasdan erim qilib bersin, erimning vazifasi, erim qilishi kerak, nima uchun men harakat qilishim kerak degan ma'noda o'tirganimda, men bugun hamma qatori hayotimdan nolib, shaxsiy chegaralari poymol qilingan va o'zini erkinligiga ega bo'lmagan ayol obrazida yashardim, qizlar. Ayol uchun eng katta baxt bu erkinlik. Erkak uchun ham eng katta baxt bu oiladagi erkinlik, tushunilish, his qilinish, boricha qabul qilinish. Qachonki siz oilada erkin bo'lasiz, qayerga borishingiz, nima qilishingiz, nima bilan band bo'lishingiz, nima bilan shug'ullanishingiz, nimani o'zingizga ravo ko'rishingiz, qanaqa xohlashingiz, bular qachonki erkin bo'lasiz, o'zingiz xohlagan hayotda yashaysiz, qachonki siz o'sha erkinlikni birinchi turmush o'rtog'ingizga berganingizda. Misol uchun, daromadi borasida o'zi xohlaganday daromadini topishi, sarflashi, ishlatishi, oila uchun qanaqa xohlasa shunaqa qilishi. Balki yig'mas eringiz, misol pullarni yig'ib sharoit qilish xohlamas, ko'proq ishlatgisi kelar. Shu holicha qabul qilib erkinlik berasiz eringizga, o'zi xohlaganday bo'lishiga ichingizdan. O'zi borku, erkinlik berishi eng yaxshi tomoni, qizlar. O'sha insonni agar majburlamasdan, tanqid qilmasdan, shu insonni xafa qilmasdan, har bir ishiga norozi bo'lmasdan, ichingizdan hamda, qizlar, eng zo'r joy, ichingizdan ham norozi bo'lmasdan, chinakam rozi bo'lib, boricha qabul qilib, shuni imkoniyati shu hozir, shuni aqli shunga yetadi, shu insonni qadarida, qadriyatida borini qiladi. Yo'g'ini qayerdan qilsin? Meni aqlim boshqani aqli bilan ish ko'rmaydi-yu. Unda hozir shu bor. Tamom. Ruxsat beraman, o'zi xohlaganday bo'lishiga, xohlaganday inson bo'lishiga, o'zini xohlaganday tutishiga, xohlaganicha pulini sarflashiga har tomonlama ruxsat beraman, hattoki boshqa ayol bilan bo'la olishiga. Va mana shu erkinlikka bergan joyingizda erkak o'zini sizni yoningizda qirol, sher, talab va yuklari yuklangan inson emas, balki yengil, xotirjam, baxtli his qiladimi va sizga o'sha narsani erkak beradi. Erkak ayolidan olgan narsani beradi. Oilada ayolning vazifasi, qizlar,